Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam buyuk adolat va mislsiz vijdon sohibi edilar. U zot o'z hukmidagi mol davlatni oilasiga, do'stlariga ulashib yubormadilar. U zot yoqtirgan kishilarga bir hukmni, yoqtirmagan kishilarga boshqacha nohaq hukmni qilmadilar. Xuddi hozirgi ba'zi qirollar, boshliqlar, rahbarlar, boylar, amaldorlar va qo'yingki, tarixda o'tgan har qanday zolimlar kabi. Bu inson garchi mana shu dunyoda yashagan bo'lsalar ham har doim oxirat haqida o'ylardilar. Negaki Alloh mana bu oyatni nozil qilgan edi. Al-akhiratu khayrun va abqa. Holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir. U zot olib kelgan risolat barchani yagona yaratuvchiga ibodat qilishga chaqirish va yer yuzidagi har qanday adolatsizlikni to'xtatish, zulmga barham berish, shuningdek insoniyat uchun andoza bo'ladigan go'zal xulqni joriy etishdan iborat edi. Qur'oni Karimni o'qisangiz har bir sahifada bu risolatning guvohi bo'lasiz. U zot olib kelgan risolat har bir sahifada namoyondir. Ayni shu jihatlar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni avval o'tgan har qanday boshqaruvchi, payg'ambar va har qanday shaxsdan ajratib turadi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam hayotlari davomida hech qachon inson zotiga nohaq qo'l ko'tarmaganlar. Hech qachon. Na qullariga, na ayollariga, na farzandlariga, na do'stlariga, na dushmanlariga, modomiki Allohga va uning diniga qarshi bormas ekan, hech kimga qo'l ko'tarmaganlar. U zot faqat Allohning yo'liga da'vat etar va uning roziligi yo'lida jiddu jahd qilardilar. U zotning ko'zlari doim yerga qarab turardi. Barchaga yumshoq gapirardilar. Haqiqiy oliyjanob va mehriga to'la edilar. U zot shunchalar buyuk, halim, g'amxo'r va ko'ngli yumshoq edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning kunlik ishlari miskinlarni to'ydirish, kasallarni ziyorat qilish, harbiy qo'mondonlik, siyosatdonlik, hakamlik qilish, insonlar bilan muomala, ahli ayollarga g'amxo'rlik qilish, zakotlarni egalariga berish, o'z kiyimlarini tikish, uyni qo'riqlash, ro'zg'orga qarash, siz va men barchamiz qiladigan odatiy ishlardan iborat edi. U zot tunlari 4-5 soatlab ibodatda turardilar.